2,5 sotuvga qanaqa planirovkada imorat solsa bo'ladi. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, planirovkalari hammalarga yoqadi. Toshkent tumani Qizg'aldon mahallasiga kelganmiz. 2,5 sotuvli mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Uyimiz 450 kvadrat metrga iborat, yaxlit yerto'lasi, birinchi qavat, tepa qavatlari ko'ryapsizlar, korobka holatida turibdi. Darvozaxonadan kirib kelish, o'rta kalitkasi yonida katta darvozasi, darvozalari qo'yilmagan aytganimda, korobka holatida. Yo burchagida bitta sanuzel uchun joylar tashab ketilgan. Tepalari yopiq naves qilingan, hovliga bemalol ikkita mashina sig'adi. Qani uyga kirib kelar ekanmiz. Tegimiz yaxlit podvol qilingan, bo'linmagan, kiraverish katta hol bilan boshlanadi. Tepa qavatlari ham plita. Yurib kelganimizda o'ng tarafimizda oshxonamiz joylashgan, ko'ryapsizlar. Pochkali g'ishlar ishlatilgan. Yurib kelganimizda yerto'laga tushib ketirish, aytganimdek podvollari yaxlit qilingan. Bu yoq burchagimizda bitta umumiy sanuzel uchun joylar tashab ketilgan, ko'ryapsizlar. Mana spalniyni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa qilib qo'yishgan? Katta spalniyda ichida o'zini ham sanuzeli, orqa tarafda havo aylanish uchun ham joylar tashab ketilgan. Bu yoq xonamiz bo'ladigan bo'lsa, endi mehmonxona bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, razmerlari har qattiq debda va 4 ga 6 chiqsa kerak, plus minusi bilan har qatta 450 kvadrat, har qatta katta qilingan. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Tepaga chiqib kelar ekanmiz, ko'ryapsizlar, katta prixoshka. Bu yoqdan boshlab ko'rsak, uzun koridorda hovliga qaragan balkoni bor. Bu yoq tarafimizda yana bitta yotoqxona bo'ladi. Yurib kelganimizda keyingi yotoqxona o'zini balkoni bor, ichida o'zini ham sanuzellari joylashgan. Yurib kelganimizda hol xalqatda katta, bu yoqda yana bitta umumiy sanuzel ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan. Mana bu yotoqxonaning ichida sanuzeli pastki qavatga o'xshab qilingan, bu ham ko'rasizlar, ichida o'zini sanuzel. Endi ikkinchi qavat uchun bu mehmonxona bo'ladi. Ko'rasizlar, 6 ta xona, 6 ta sanuzel, yaxlit podvol, bitta oshxonasi 450 kvadraturaga ega bo'lgan, Toshkent tumani Qizg'aldon mahallasida joylashgan. Narxlarini $125 ming deyishyapti. Egalar nomerini pastda qoldiramiz, telefon qilib baraka qilinglar.